Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barpo etilgan Islom sivilizatsiya markaziga bugun Toshkent davlat tibbiyot universiteti jamoasi tashrif buyurdi. Universitet rahbariyati boshchiligida professor, o'qituvchilar va xodimlar markazda tashkil etilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Tashrif davomida ishtirokchilar markazning zamonaviy infratuzilmasi, boy tarixiy ekspozitsiyalari, qo'lyozmalar, ilmiy meros namunalarini o'z ichiga olgan ko'rgazma zallari hamda islom sivilizatsiyasining rivojlanish bosqichlarini aks ettiruvchi materiallarni ko'zdan kechirdilar. Bugun Islom sivilizatsiya markaziga Toshkent davlat tibbiyot universitetining barcha o'qituvchilarini, avvalo Toshkent davlat tibbiyot universitetini barcha ilmiy kengash a'zolarini, kafedra mudirlarini, rektorat xodimlarini va o'qituvchilarimizni barchasini olib keldik. Bundan asosiy maqsad bugun O'zbekistonimizda yaralgan, tashkil qilingan mana shu Islom sivilizatsiya markazi nafaqat O'zbekistonda, balkim dunyo bong uryapti. O'zbekistonda mana shunaqa olamshumul ish bo'ldi deb. Islom sivilizatsiya markazini avvalo ziyolilar ko'rish kerak. Ziyolilar bu xalqqa yetkazayotgan insonlar hisoblanadi. Tibbiyot universitetining olimlari avvalo o'zining oilasi uchun, ishda talabalar uchun, bemorlar uchun barchaga targ'ib qilayotgan kishilar. Markazda mujassam etilgan ilmiy, madaniy va ma'naviy yondashuvlar tashrif buyurganlar tomonidan yuqori baholandi. Ishtirokchilar ushbu maskan yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, tarixiy merosni chuqur o'rganish hamda ilm-fan rivojiga hissa qo'shuvchi muhim ilmiy ma'rifiy markaz sifatida alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidladilar. Tashrif davomida islom sivilizatsiyasining jahon ilm-fani, tibbiyot va madaniyat taraqqiyotiga qo'shgan ulkan hissasi, buyuk allomalarimiz va mutafakkirlarimizning ilmiy merosi haqida atroflicha ma'lumot berildi. Mazkur tashrif professor, o'qituvchilar va xodimlar orasida tarixiy merosga bo'lgan hurmatni yanada oshirish, milliy va ma'naviy qadriyatlarni chuqur anglash hamda ilmiy salohiyatni boyitishga xizmat qildi.